Konishar Saqchi arxivlarida Sattar Qodir va Yusuf Ahmad Qodir Akufkining onasidan atalmış qanunsuz diniy tarbiyani 2004 va 2008 yillar orasida olganligi, onasi Saylixon Ro'zining bulardan boshqa qo'shnisi Yaqub Hidoyatgimi 2006 yili 6 oyda 3 kun atalmış qanunsuz diniy ta'lim berganligi xotirlangan. Tutqunda ekanligi bayon qilingan Saylixon Ro'zining navbatdagi ahvolini, ya'ni uning atalmış jinoyatlarining jazosining qanday bo'lganligini aniqlash uchun biz Qashqar Konishardagi aloqador organ va shaxslarga telefon qildik. Qanavalingiz yaxshimi? To'limi? Yaxshi. Bu Buloqsu yeziliq partikom, shundaqmi? Ha. Siz bugun navbatchi bo'ldingmi? Ha, shunday. Sizlar qancha kishi turyapsizlar navbatda bugun? Undagi bu sorma. Shundaymi? Bu nimachilar telefonimizni qabul qilgan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir xodim qonunsiz diniy faoliyat sababli kesilgan Saylixon Ro'zining aslida Konisharning Soybag'isiga nopuslik ekanligini oshkorladi. Biz bu xodim ta'minlagan aloqa uchurlariga asosan Soybag'isiga mazkur deloga mas'ul saqchi xodimga telefon qildik. Sizning tavallikingizda ota-onasidan diniy ta'lim olganlik uchun tutilgan, kesilgan qancha kishi bor? Bizga anasi sabab aygandan ishqibati o ishqilarni tutulib kesilib qo'lda boshqalar yo'q. Qancha yillikdan kesildi ular? Bu xodim Saylixon Ro'zining 2 o'g'lining 7 va 13 yillik kesilganligi, kesilish sababining bo'lsa, onasidan qonunsiz diniy ta'lim olish ekanligini dalilladi. İlqqa Saylixon Ro'zi degan ayolning bolalarining ahvoli qanday bo'ldi? Yusuf Ahmad Qodir, Sattar Qodir degan. Birisi 7 yil, birisi 3 yil kesildi. Bu ikkisini nima qilgan dedingiz? Onasiga nima qilgan dedingiz? Ya bu ikkisini kelgan shu yarasiz demek, shu o'zinki atanisidan bilgan avvallari endi. Ammo Saylixon Ro'zining oqibati haqida ma'lumot bermadi. Endi saqchi arxivida yozilishicha, bu Saylixonning ikki bolasini o'qitgandan boshqa qilgan yana bir ishi bor deydi u. Başka bir şey yok. Yaşlığa 2012 yılında 5 namazı tabi 10 ayet okuydu kaçırmaz mı? Şunu hatta şu 10 ayetini yutub koygan meseleler varken de şunu hatta bitirip koydu. Diloga aralashgan yana bir xodim Saylixon Ro'zining qo'shnisi Yaqub Hidoyatgimi atalmış qanunsuz diniy ta'lim berganligi va yarasida diniy o'qitish qilmish sababli jami 17 yillik kesilganligini oshkorildi. Shunda qilib bu Saylixon Ro'zining oilasidan jami qancha kishi tutilgan, kesilgan bo'ldi? Bir oiladan 3 kishi, lekin boshqa oiladan bir kishi. 4 adam bırakılankın bo'ldi. Unda 4-inchisi shu qo'shnisi Yaqub Hidoyat degan shumi? Qo'shnisining bolasi. Bir oiladan 3 kishi ketilib, orqa ulaplan yana bir oiladan birisi, balamdan birisi shular bilan olish qopdi 4 adam. Bularniki shuni bu bayt qilishi qanday bo'ldi? Ya'ni siz dastlabda nima turibsiz? So'zlashib turibsiz, sizga xira qilmabdi, sizga ma'lum qilmabdi, ular qanday bilinib qoldi? Bizga yetkazganda to'g'ri saqchilar orqali. Unda shu tavallikingizda tutilganlarning hammasini shu to'g'ri saqchilar tutgan bo'lamdi. Siz aniqlab, siz tekshirib tutganlar yo'qmi arsida? Yo'q, to'rtini. Saylixon Ro'ziga ikki bolasi, anda qo'shnisining bolasini o'qitganga jami qancha yil qamoq jazosi berildi? 17 yil. Qo'shnisi-chi uylangan Yaqub Hidoyatga 9 yilga deyman, 9 yil. İlgirki aniqlashtirimizda navbat Turkiyadagi bir alyumin zavodida injener bo'lib ishlayotgan 22 yoshli Nurali Nuraxinmi dadasi uni 2015-yil 9-oyda Misrga o'qishga ketganligi va 3 oydan keyin yurtidagi tanishlaridan birining 12 yoshli bolasini Misrga o'qishga chiqqanligi uchun yurtga qaytganida kesib etilganligi haqida guvohlik bergan. Dadam 2015-12 ayının oxirlari Misrga sayohatga chiqqan. Uyat bir hafta turib, keyin Turkiyaga kelib, Turkiyada bir hafta Turkiyani sayohat qilib, vatan qaytib ketgan. Shundan keyin qaytib borganda shu pasportlarni yig'ib, ikkinchi qitim chetga chiqishga yo'l qo'ymagan. Shu 2017 4-oyda jazolarga kirib ketib, 2018 8-oyda o'g'ilni chetga chiqarib o'qitgan. Ondan keyin chetalik o'g'ilga yordam qilgan. Chetəlga bala chiqqan, o'zim chetal chiqqan degandek sabablarni ko'rsatib dadamni 20 yil kesib o'tibdi. Ya'ni shu chog'dagi aniqlashtirimizda bir farzandini dinda o'qitganlarning 7 yillikdan kesilayotganligi, g'ul jinoyatining qariyaga shiyisida 20 yil burun 3 bolasini Qur'on kursiga bergan Ayshamxon Abdullohning 21 yillik kesilganligi dalillangan edi. Yana birisi shu. Ayshem degan bir ayol bor. Familiyasi nima Ayshamning? Abdullah. Qancha yoshda bu Aysam? Ayshamning 60 bor. Bu Ayshamxon hamda jazomitini qayerda o'tadi? Shu G'o'zishaning ayollar turmishida. Bayko'ldagi turmidikanda, hamsa Bayko'ldagi ayollar turmishida. Shunaqmi?
O yakın tutulu sebep ne oldu? Ballarını okutuşça kanunsuz ballarını okutkan memleketler. Ya kaç balısı vardı Ayşem Hanım'la? Ayşem Hanım'daki üç kız bir okulu iki bir okulunu eğitim bir balını okutkanlı yetkilerine bir gün çeşitli bu. Hürmetli radio anlıqçılar, yuqorida ikki balasi va bir qo'shnisiga diniy ta'lim bergan Saylixon Ro'zining 2017 yilning 5-yil tutqun qilinib, 2018 yilning oxiri 17 yillik kesib o'tilganligi haqida anglitib berdik.